Qari savdo. Birinchi qism. Har qanday bir insonning azob oqibatlik, shirin hislarga to'yingan bir muhabbat kechmish bo'ladi. Bu xil kechmish ba'zilarimizni visol mevasini tetishga muyassar qilgan bo'lsa, ba'zilarimizga insoniyat dunyosi haqida ochiq saboqlarni beradi. Ba'zilarimizga mangu unutilmaydigan shirin hislarni baxsh etgan bo'lsa, ba'zilarimizning qalbida mangu o'chmas dog' va azob oqibatlarni qoldirdi. Kechmishlarimiz mayli echinishlik bo'lsin, mayli baxtli bo'lsin va yoki shirin bo'lsin, yoki azobli bo'lsin, bu hayotimizning bizga bergan esil sovg'asi. Endi biz hikoyamizdagi men bilan billa uning agri to'qayliqqa to'lgan muhabbat tarixiga nazar selib boqaylik. Siz bu hikoyani anglagan vaqtingizda hikoyadagi menni men deb bilsingizmi? O'zingiz yoki boshqa bir deb bilsingizmi? Bo'laverdi. Bu hikoyadagi voqelikni rost deb bilsingizmi va yoki to'qilgan deb o'ylasangizmi, yana bo'laverdi. Lekin shuni inkor qilolmaymizki, hikoyamizdagi men hem boshqa shaxslarning o'xshashi, hem ular duch kelgan qiyinchiliklar real turmushdami haqiqiy mavjud. Birinchi bo'lim. Tragediya. Anglag'uchi, sizning balkim unutilmas balliq davringiz hem intayin sodda, sabiy muhabbat kechmishingiz bo'lib boqqan bo'g'idi. Men o'zimning muhabbat tariximni dal ashu sabiy balliqimdan boshlamoqchiman. Balliqim qayin ketdan ko'ray desam, qulqingdan tutib beray, bir rat so'yay desam, jafokesh bu ko'ngillarning orami yo'q, sening uchun birdam xiyol suray desam. Dadam o'qituvchi bo'lg'achqimi, meni 5 yoshga kirishimga maktabga opirib, birinchi yillikqa ekirib qo'ygan edi. Chunki o chog'larda bizning yurtlarda boshlang'ich maktabning tayyorlik sinflari tek qurilmagan bo'g'ishqa yasli deganlarni kinolarda ko'ralaydik. Balki kichik bo'g'ishqimi men maktabga kirgandan keyin darslarga faqatla yetishamadim. Mavsumlik imtihonimni o'tamay, yuqori sinfga ko'chamay, qayta o'qishga qoldirildim. Yelim esimda turibdi. Shu chog'da men qoldiq bo'lib qolganligimdan bakli nomus qilib, necha kun bir narsa yemagan, ham maktabga bormay turib olgan edim. Dadam oxiri: "Balam, sen imtihonda to'van nomer olmagan eding. Sen sonning sirtida o'qigan bo'g'ishqa mualliming natijangni boshqa bolalarning natijasiga almashtirib o'tibdi" deb men ishonganga qadar xizmat ishlagandan keyin ondan maktabga borgan edim. Yangi o'qish mavsumi boshlangandan keyin men haqiqatan terishdim. Burunqi savodoshlarimning qolduq deb zanglik qilishlariga chidab, ularga ko'z tutib qo'yish uchun terishib o'qishga bel bog'ladim. O chog'larda o'qish materiallarimiz intayin kamchil edi. Faqat bir necha topshiriq daftarimiz hem keyinda o'chirgich va bir tal qeyrindishimiz bor edi. Kitob materiallarining hammasini pulga setib oldik. Shunda bo'g'ashqa hem materiallarimni tejash, hem tezroq yaxshi natijaga erishish uchun men uyga qaytgandan keyin uyimizning oldidagi ko'chaga tosh bilan yezib, mashq qilib o'rgandim. Anam necha qitim menga: "Balam, tamoqingni yavol" deb chaqirsimi, uyga kirgili unmay, tak qorong'i tushguncha mashq qildim. Oxiri terishqinimning natijasini ko'rib, 2-yillikqa xanzu tili, matematika, elibba, uchili fandan 100 nomer bilan ko'chib chiqdim. Shu chaqda
o'qituvchimdan o'qish boshlanish marosimida mukofotlanganligimni anglab, hayajonlanganimdan necha kungacha uxlayolmadim. Lekin meni texmbek hayajonga soldigan ham unutilmaydigan kunlar keyin yuz berdi. 2 yillik ko'chgandan keyin men sinf boshlig'i bo'lib saylandim. Ham uda 1 yil sinfda birinchilikni saqlab keldim. Lekin 3 yillik ko'chgandan keyin bizning sinfga Urumchidan Rana ismli bir qiz yo'tkilib kelib, mening sinfdagi birinchilik o'rnimga tahdid bo'lishga boshladi. Gerçi o adabiyot bilan matematikada menga yetolmasimi, xanzu tilda mendan necha hassa yuqori oldi. Xanzuch talaffuzimi intayin yaxshi. Xatimi meningkidan chiroyli edi. Rana bo'yi men bilan ko'p farqlanmaydigan, yuzda quyuq sapkin bo'lsa-mu, lekin intayin suzuk ko'rinadigan, gap so'zlari tatliqli qiz bo'lib, u kelgandan keyin sinfimizdagi men xushomat qildiganlarning yerimin degidek o'ziga tortib ketdi. Shuning bilan men uningga bag'ansir o'ch bo'lishga boshladim. Uning ustiga burun meni maqtaydigan muallimlarmi Ranani qo'shib maqtaydiganlar bo'lib oldi. Buni ko'rib mening texim o'g'am qaynaydigan bo'lib qolib, har kun ichimda Rananing balduroq Urumchiga qaytib ketishini tilaydigan bo'lib qoldim. Rana kelgandan keyin men maktabga kelib birinchi bo'lib qildigan ish Rananing kelmaganligiga qarash bo'ladi. Rana yo'q bo'lsa, boshqa bolalardan uning kelmaganligini so'rashdi qilardim. Uning kechikib qolishini yoki kelmasligini shundoq umid qilsam-mu, u yana mendan burun kelib maydonga yoki ishxonaga chiqib ketgan bo'lib chiqatdi. Ashpashtigacha Rananing kelganigimi bir oy bo'lay dedi. Men har kuni atigan boshqalardan Ranani so'rashni davom qilaverdim. Biroq kim o'ylagan deysiz? Men o'ylabmi boqmagan bir so'z sinfda tarqalishga boshladi. Bir kuni men sinfimizdagi Qurbon ismli bir savodishim bilan ozroq gap tegishib qoldim. At sinfga kirib, shundoq bir qarab etgandan keyin sinfda Rananing yo'qligini bayqadim. Ham Rana bilan yaqin o'tadigan Rayhon ismli bir savodishimdan Rana tex kelmadimi deb so'radim. Mening so'zim oxirlashmasdilla paraqida kulishga ovozlar sinfni bir oldi. Sinfdagi bolalarning hammasi bir-biriga qarab, "Raska. Irponning Ranani yaxshi ko'rib qolgan raska" deyishib, men masxira aralash qarashga boshladi. Tuyuqsiz do'stining to'yida menga "Qanda, men bilan so'qishsang, mushunda bo'lsa" degandek nazarda qarab turgan Qurbonga ko'zim tushdi. Ham g'azab bilan uningga etildim. Shunda qilib tunji qitim muallimning ishxonasiga chiqib tanqid oldim. "Nemishqa savodishing bilan urishding?" dedi muallim men umidsizlik nazari bilan qarab. "Sen sinf boshlig'i turib, mushunda qilsang boshqalar qanday qilmoqchi? Ayta." Men hech nima demadim. Ham hech nima demaydim. Deyishdimmi, xijil bo'lardim. Shu ishdan keyin bu gap so'zlar maktabda keng tarqalishga boshladi. Hatto uydagilarning qo'lqiga yetib ulgurdi. Shuningdan tortib, men mayli uyda bo'lsin yoki maktabda bo'lsin, kim bilan so'qishib qolsam, Rananing oshiqi deydigan bo'ldi. Boshqalarning ashundoq gaplarni anglasammi qattiq nomus qilatdim, ham g'azbim keladi. Ba'zida xijil bo'g'inimdan yig'ilib ketdim. Shu voqeadan keyin men Rananing ismini og'zimga olmaydigan, uningga qarashdan, gap qilishdan xijil bo'ldigan, u boyadimi uzoq turmaydigan bo'lib qoldim. Oradan uzoq o'tmay, mening ismimdan chiqaranmag'idek yana bir ish yuz berdi. Bir dushanba kuni cho'ng tozliqdan keyin men uyga qaytay deb turishimga Emin ismli bir savodishim qishimga yugurib keldi. "Irpon, chatoq bo'ldi" dedi u asirgincha. "Ya Qurbon bilan Rana urushib qoldi. Qurbon Ranani bek urvatdi." "Nima?" dedim men jiddiylik bilan. "Ular hozir nada?" "Orqa maydonda"
dedi Emin. Nereden kelgan jasoratkim tang o'zimgim ishonmadim. Buru Ra'noga o'chlik qildigan men Ra'noning tayoq yegan holatini ko'z oldimga akilishimga ichim bir xil seyrilib ketdi. Ham qattiq g'azablanishga boshladim-da, barliq kuchim bilan orqa maydonga qarab yugurdim. Irfanning xotini! Qurbon qatorliq bir nechaylan Ra'noga shundoq deb vaqirdi. Qurbon Ra'noning chechig'i ching esilib olgan edi. Buni ko'rib zodil chidab turolmadim. Itilib borgancha Qurbonning yoqasiga esildim. Chidimidi, xotiniga chidimidi. Qurbonning atrofidagilar shundoq deb chavak chelishguncha Qurbon ikkimizning atrofiga o'lashdi. Qurbon ikkimiz qattiq so'qishib talishib, yuz ko'zlarimizni yora qilaverdik. Bu ahvol yig'indan qaytgan o'qituvchilar kelib, ayirganga qadar davomlashdi. O'qituvchilarning orasida mening dadam bor edi. Nemish qilding? Dadam shundoq degancha nemish bo'g'indim so'ramasdan meni bir necha tastak urib-etdi. Men bu alamga chidamay, unimni qo'yitib toza yig'ladim. Kechda uyga kelgandan keyin onam chiroyimdagi yaralarga qarab dong qatqancha turib qoldi. Nemish bo'pti? Onam dadamga qarab shundoq deb so'radi. Nemish o'latdi? Haqidan so'qishibdi. Sening no'ch o'g'lingmi? Dedi dadam men qarab o'miyib. Qolgan ishni o'zidan so'rab ol. Nemish bo'ldi balam? Dedi onam yuzlarimni selg'ancha ko'zlariga yosh elib. Nim bo'ldi yuzlaringga? Onamning qo'llari yuzimga tegishi bilan men o'zimni tutolmay yig'lab ketdim. Ham bo'g'a ishlarning hammasini deppadim. Balam, qizlarni ojizlarni qo'g'dig'ining to'g'ri. Lekin bundaq urush jadal qilsang to'g'ri bo'lmaydi. Buningdan keyin ashundaq ishlar bo'lsa, muallimingni chaqirib degin. Herkes urushma bo'lamdi. Onam bo'g'a ishlarni anglagandan keyin ashundaq dedi. Men bu xatoligimni tunib ma'qul oldim. Atiganlik muzokarada sinf mudirimiz kirib, bolalarga buningdan keyin Ra'no ikkimizning ustidan so'z tarqatmaslikni, yana kim gap taqatsa shuni jazolaydiganligini aytib tarbiya berdi. Ham Qurbon ikkimizni yarashtirib qo'ydi. Shuningdan keyin hamma bolalar Ra'no ikkimizning ustidan gap tepishga jur'at qilolmas bo'ldi. Ezib-tezib og'izdan chiqqanlarga muallimga deyman desaklar taqqida to'xtaydigan bo'ldi. Mening bosh og'riqimni shuning bilan saqaydi. Shu ishdan keyin mening Ra'noga bo'lgan o'chmanlikim yo'qolishga boshladi. Lekin uningga yiqilishga yana jur'at qilolmay, boshqa savodashlar qirganda bir oz orliq saqlab qoldim. Aradan bir yil o'tib ketdi. Bir kuni maktabdan qaytgandan keyin Ra'no meni chaqirdi. Ham maktabdan birga qaytishimni aytdi. "Balla, gap topammi?" dedim men sal ikkilinib. Endi gap topmaydi, yurak muhim gapim bor. Dedi Ra'no ko'ngli yerim bo'lgandek ovozda. Menmi ma'qul bo'ldim. Ikkimiz cho'ng yo'l bilan mangmay, etizlik bilan orlab mangdik. Men Urumchiga ketadigan bo'ldim. Dedi Ra'no azroq mengib to'xtagandan keyin. Sho'nsang deb qo'yay deb bugun bilmadim. Rostmi? Dedim men ishonmagandek Ra'noga qarab. Qachon? Rost aytmoq ekanmiz. Anam cho'ng anam ikkimizga og'ili keldi. Qachon inib kelsa? Birdilla meningmi ko'nglim yerim bo'lishga boshladi. Bilmayman. Anam endi bu yer kelmaymiz deydi. Nemish qamdi? Bu yerda urug' tuqqanlarimizmi yo'q, shunga endi kelmaymiz. Dedi Ra'no ham sumkasidan intayin kichik bir o'yinchoq mashinani chiqarib, olqini bilan menga uzatdi. Ala, bu sana xotiram qolsin. Meni unutib qolmaslikka va'da bera olamsan? Va'da qilay. Seni unutmayman. Sen mening eng yaqin do'stim. Dedim men mashinani qo'limga ilib.
Mənmi amal bolsun yəni kediman. Dedi Rəna pisingida kulib etgandan keyin. Senmi meni unutib qolmag'in? Dedim men Rənaga chimchilqimni berib, qo'l berishayli. Ikkimiz qo'l berishdik. Ham va'dalashib uylarimizga qaytishdik. Rəna ketdi. Lekin men faqatla xo'shal bo'lolmadim. Rəna yelili sinfga kirib keldigandek, o'rinda o'ltirib, menga kulimsirab qaraydigandek to'ylib, darsmi kallamga tushmas bo'lib qoldi. Bura uning ketishini telegan bo'lsam, endi kelishini tilaydigan bo'ldim. Qari savdo 2-qism. Aradan yana 1 yil o'tgandan keyin xuddi telekim amalga oshgandekla Rənaning keldiganlik xabari sinfda tarqaldi. Aradan uzoq o'tmay bir kuni Rəna maktabda paydo bo'ldi. Ham sinfdagi bolalarni atrofiga o'lashtirib, Urumchining qiziq paranglarini qilib berdi. Tushlik dam ilishda maydonga elib chiqib, yangi o'yinlarni o'rgatdi. Men Rəna bilan odatdagidek ahvol so'rashdim. Lekin Rənaning yeniga berishga ham uning bilan birga o'ynashga jur'at qila olmadim. Chunki men yangi kiyimlarni kiyib, bizdek sahro bolalaridan ko'rinarlik farqlanib turgan Rənaning usti beshidan to'pi yig'ib turgan mendek birini yaratmay qilishidan ansiraydim. Ham at cho'qim yangi kiyimimni kiyib, usti beshimni tozalab kelib, ondan Rəna bilan paranglashima deb o'ylaydim. Kech bo'ldi. Hamma bolalar bir-birlab maktabdan qaytishga boshladi. Erpan, Rənasini chaqiryotdi. Dedi Rayhon darvozdan chiqib ketyotsam varqirg'ancha. Sana gibi bor ekan. Bugun ozroq ishim bor. Dedim men shundoq kirgin bo'lsimi. Usti beshimga bir qarab etgandan keyin uning deb qo'y, aytadisun. Men shundoq deganimcha ketib qoldim. Ats onam yetdi ilib bergan yangi kiyimimni kiyib, chochlarimni yuyib tarab maktabga qarab mangdim. Men pokiz chiroyli bo'lib maktabga keldim. Lekin Rəna kelmadi. Shu tariqada necha kungacha Rənaning kelishini saqladim. U kelmadi. Kim bolalardan Rənaning shu kunning atsla Urumchiga qaytib ketganligini bildim. Rənaning ko'ngli bək yerim bo'ldi. Seni meni unutib qopti deb yig'ladi texi. Dedi Rayhon menga olib qarag'ancha. Bək yüzsiz kensa savoqdash turib shundaqmi qilamsa amdi? Rəna shu ketgancha yurtga qaytib kelmadi. Rəna ketdi. Lekin mening xo'shalligimni, umidimni elib ketdi. Shuningdan keyin men bir g'amkin o'quvchiga aylanib qoldim. Anglag'uchi, bolalikdagi muhabbatning kuchiga sal qarmang. U hech qanday hissiyot aralashmagan, pul boylik ko'zlamagan, eng sof, eng sodda, eng pok do'stlik muhabbatidir. İnsan o'z taqdirining kurashchisidir. İnson taqdiri nurg'unlagan mumkin bo'lmaydiganlarni vujudga keltiradigan kurash maydonidir. Shunda qilib Rəna ketdi. U ketgandan keyin mening kayfiyatimda tubdan o'zgarish bo'ldi. Hech kim bilan arilishni xohlamaydigan, tang tushlarim bilan o'ynamaydigan bo'lib qoldim. Lekin o'rganishda texim terishchan bo'lib ketdim. Chunki men Rənaning hamon bir kuni qaytib keldiganligiga ishonatdim. Shuning uchun Urumchida bizdan nechasi yaxshi sharoitda o'qiganlik uchun darslarda mening oldimga o'tib ketib, meni yaratmasligidanmi ansiraydim. Kunlar bir-birini qo'g'lab o'tayverdi. Men boshlang'ichni yaxshi natija bilan bitkizib, to'liqsiz o'ttirga chiqdim. Bu jarayondagi har bir ta'tilda Rənaning kelishini to'rt ko'zim bilan kutib saqladim. Lekin u faqatli kelmadi. U menga sovuq qilgan heliq kichik mashina mening turmushimdagi birdan bir sirdishim
ham hamroyim bo'lib qoldi. Har qitim ko'nglim yerim bo'lgan chaqlarda uni qo'limga elib o'zimga tasalli izlaydim. Ra'noga bo'lgan seg'inishimni ashu mashina bilan o'rtoqlashatdim. U mashinaning buzilib qolishini, biroz zaxmiga uchirishini faqatli xohlamaydim. Shun uni hatto ota-onamdinmi bilmaydigan maxfiy joylarga qo'yib saqlaydim. Faqat qiyinchilikqa uchirgan, ko'nglim yerim bo'lgan chaqlarda qo'limga elib u orqali Ra'no bilan sirdishatdim. O chaqlarda men muhabbatning, yaxshi ko'rishning qanday bo'lganligini bilmaydim. Faqat qalbimda Ra'noga bo'lgan bir xil do'stlik seg'inishning, tashnoliqning mavj urayotganligini his qilatdim. Uni cho'nglarning muhabbat deganlarga o'xshatishdan xijil bo'latdim, ham o'xshatqimmi kammaydi. To'liqsiz o'ttir maktabning 2-yillikka ko'chgandan keyin qalbimda o'chayli deb qolgan Ra'noning kelishiga bo'lgan umidimni qayta yondiradigan bir ish yuz berib, Ra'noning dadasi yurtimizga kelib, yer setilib, bir sayohat bog'chisi qurib chiqdi. Aslida Ra'noning dadasining Urumchida bir cho'ng shirkati bor bo'lib, bu qitim yurtimizdagi ishsiz yoshlarni ish o'rni bilan ta'minlash maqsadida bu bog'chani qurib chiqqan ekan. Men bu gaplarni dadam deb bergandan keyin ondan bildim. Bog'chi bitgandan keyin biz savoqdoshlar bilan har kundagidek u yerga o'yna qilib bordik. Burun hech qanday yerga berishga qiziqmaydigan men Ra'noning dadasining bog'chisi ekanligini uqqandan keyin qaysi bolaning shu yerga boramliq deganligini anglasamla shularga qo'shilib boradigan bo'ldim. Chunki men o'sha yerga berish orqali Ra'noga bo'lgan do'stlik seg'inishimni ozroq bo'lsin pasaytmoqchi bo'latdim. Ham Ra'noning cho'qim bu yerni ko'rgil keldiganligiga ishonatdim. Chunki bu yer Nemil degan bilan uning dadasinikida. Shu tariqada men saqladim, Ra'no kammidi. Kulla birining keyindan biri qo'g'lishib o'telaverdi. Biz to'liqsiz o'ttir maktabning 3-yillikka ko'chgandan keyin sinfda muhabbat qizg'inligi qo'zg'alishga boshladi. Kimning kimga ko'ngli bo'lsa, xat yozib yoki chaqirib, deb yurib degidek sinfdagi hamma o'g'il qizlarning birdan loyiqi bo'lib ketgandekli bo'lib ketdi. Biroq men yanala do'stlik muhabbatim peti qililaverdim. Menmu sinfimizdagi ham parallel sinflardagi bir necha qiz savoqdishimning muhabbat xatini topshirib oldim. Lekin ko'nglim faqat Ra'nog'il tavadak ularni faqatli xohlamadi. Mening bunday qilishim sinfda ustimdan yana bir qitim gap tarqilishiga sabab bo'ldi. Voy, Erpan degan haqiqiy o'g'il bola emaskan jumu balla. Dedi sinfimizdagi menga tunji bo'lib xat yozgan Ruqiya degan qiz. Nemish qondaq deysan, ne bo'pti amdi? Dedi ularning orasidagi biri. Voy, u haqiqiy o'g'il bola bo'lsa nemishga loyiqi yo'q uning. Dedi Ruqiya menga yantu ko'zda qarab turib. Qaysi kuni men xat yozsam rad qilayotganini qaranglar. Men texmi meni yaratmagan o'xshaydi desam, bizning mahallik Aynur degan qiz bola xat yozib ekan, uni rad qilib yetibdi deymamsizlar. U degan behchirayli qiz bola nurg'un o'g'illarni yaratmay rad qilayotgan texi. Uning gapi tugishiga qizlar menga bir xil mansitmaslik nazarda qarab ketishdi. Bu qarashlar mening yuragimga o'q bo'lib sanjilib, tenimni qattiq titirtibdi. G'ururim azar yegandek ichim qattiq siqilishga boshladi. Sinfdan o'qdek yugurib chiqib ketdim. Orqa maydonga chiqib, yanchiqimdan heliqi mashinani chiqardim, ham sig'indim. Yomon gap, yaxshi gapga qaraganda haqiqatan tez tarqildi ekan. Mening ustimdan bo'lingan bu gaplar birdamda sinfning ichiga pur ketdi. Ham men eng o'chkirdigan o'g'il bola emas degan set gap menga laqam bo'lib singib qolishga boshladi. Qardosh, nimanda yuzin to'ksa bizning mahallaning bu bolalarning zoti nima o'ylaydigan sen?
bir qiz bola bilan yaxshi ko'rmasangmi, atoqqa bo'lsa-mi, aralashib qo'ysang bo'lmamdi deyman. Dedi bir kuni men bilan bir mahallik Savut degan savodishim menga koyib. Sen tushunmaysan adash. Dedim men ko'nglim bak yerim holda. Nimani tushunmayman? Zodi nimani? Ko'nglingda birasi bo'lsa diyammayvatamsan ya, dedi Savut tangirqagandek qilib. Ko'nglimda birsi borligi rost, dedim men xijil bo'lib. Bu mening tunji qitim Ra'noga bo'lgan yaxshi ko'rishimni o'z tilim bilan qalbimning sirtiga chiqarishim edi. Undaq bo'lsa, uningga desang bo'lmamdi. Diyammayman. Sen diyammasang, men deb beraymi amsa? Dedi Savut kulib turib. Senmi diyammaysan? Dedim men ichimga tinib. Nimishqa diyammayman? O zodi kim o? Dedi Savut qattiq ajablanib. Desam bo'lmaydi. Men shu kun Ra'noning ismini og'zimdan chiqarishga jur'at qilolmadim. Lekin o'zimning Ra'noni yaxshi ko'radiganligimni tunji qitim e'tirof qildim. Oradan uzoq o'tmay maktabimizdagi muhabbat qizg'inligidan maktab mudiri ham o'qituvchilarga xabar tepib, sinf mudirini bu ishni qattiq to'sish to'g'riliq bir qator o'rinlashtirishlarni elib berdi. O'qituvchilarimizmi o'g'illar bilan qizlarni ayirib, yig'in ichib, xil qattiq gaplar bilan tarbiya ishildi. Shuning bilan bir mahal qizg'ilishib ketgan muhabbatlar barbara so'slashib, ayrilib oxirlashdi. Yoki qat'iy maxfiylashga boshladi. Mening ustimga qo'yilgan laqam ham gap so'zlarmi shuning bilan unutilishga boshladi. İnsan o'z kelgusi ustidan har xil orzu armonlarni qildi ekan. Nurg'un she'ri neslarni surib, yana nurg'un ishlarni qilishni o'ylaydi ekan. Lekin reallik ularning amalga oshishiga yo'l qo'ymaydi ekan. Biz taqdirimiz ustidan g'olib kelish uchun kurash qildik ekanmiz. Ammo g'alaba qila oladiganlarimiz bak oz, intayin oz bo'ldi ekan. Nurg'unlarimiz holsizlanib yiqildi ekanmiz. Yoki taqdirimizga bosh egishga majbur bo'ldi ekanmiz. To'liqsiz o'ttir maktabni bitirgandan keyin intayin echinishliq taqdirni beshimdan o'tkazib, mening yuqori o'rlab o'qish, ichkir o'lkalardagi dongli universitetlarda o'qib, yaramliq ixtisos egasi bo'lish orzuyim ko'pikka aylandi. Akam ikkimizning yeshi ko'p farq etmaganligi uchun ham bir sinfli oldi keyni bo'lib o'qiganligimiz sababli ikkimizning birimizning o'qib, birimizning o'qishdan voz kechishimizga to'g'ri keldi. Chunki bizning oilaning har ikkimizni o'qitishga qurbi yetmaydi. Bir oila kishilari dadamning 500 necha yuan maoshiga tayinib jon boqatdik. Oliy maktabda o'qish haqqimi yuqori. Uning ustiga o chog'larda to'liq o'ttira ham to'liqsiz o'ttir maktablarda o'qish haqqi elinadi. Yuqorqidagi sabablar tufayli uning ustiga akam to'liq o'ttirga chiqib bo'lganligi uchun ota-onam meni majburlab yuqori o'rlab o'qish imtihonini berishimga yo'l qo'ymadi. Yig'ladim, qoqshadim. Yana amal bo'lmadi. Shuning bilan yangidan ochilgan ichkiri to'liq o'ttir sinfiga imtihon berish orzuyim ko'pga aylandi. Bir narsani sendan elib olgan Rabbing sana yana bir narsani berdi degandek mening o'qish orzuyim yo'q bo'ldi. Lekin men uning badaliga yana bir baxtga erishishga muyassar bo'ldim. İmtihan berishdan chekingandan keyin o'qituvchilarim ham maktab rahbarligi uyimizgacha kelib ota-onamga ko'p qitim tarbiya ishildi. Dadamning o'qituvchi turib mendek darsda yaxshi o'quvchini o'qitmasa, keyin cho'qim pushaymon qildiganligini.
buningga maktabningmi yo'l qo'ymaydiganligini aytdi. Buni anglab ota-onam sal ansirab qoldi. Dal mushu mezgilda kutilmagan bir ish yuz berib, Ra'noning dadisi yurtimizdan menga o'xshash to'liq so'zni bitirib, yuqori o'rlab o'qiyanmagan yosh bolalarni tashkillab, Urumchidagi zavodga ishchilikqa qabul qilayotganlik to'g'risidagi xabar ota-onamning quloqiga yetib keldi. Ham menim shu sababga qo'shib qo'ymoqchi bo'ldi. O'tdek o'qish qizg'inligim bo'lsa-mu, ota-onamni ham oilamizni ko'zda tutib, oxir Urumchiga berishga qo'shilishga majbur bo'ldim. Shuning bilan yurtimizdan yig'ilgan 10 necha bola poyez bilan Urumchiga qarab mangdik. Ko'nglimning bir yerlari yerim bo'lsa, bir yerlardan xo'shallik bor edi. Chunki Urumchida Ra'no bor emasmi? Urumchiga kelgandan keyin bu shaharning haqiqatan cho'ng ekanligini, bu yerda hamma ishning boshqacha ekanligini, bu yerdagi narsalarla bizning yurtimizdagi bilan farqlanib qolmay, odamlarning biz bilan faqatla o'xshamaydiganligini, mehr muhabbat, xususiyat qatorliqlarning tubdan farqli ekanligini cho'nqur tushunib yetdim. Qari savdo 3-qism. Ra'noga o'xshash burun ko'chib chiqib o'ltiraqlashgan urumchiliklarning bizdek yangi kelganliklarni old shaharlik deb kamsitganligini, qo'shnilar aro aloqaning kamchilligini, pul ustiga qurilgan munosabatning ko'pligini, bu shaharda pulsiz yashashning qat'iy mumkin bo'lmaydiganligini, boylarning nomratlarni kamsitganligini, ular bilan aloqa qilishdan nomus qilganligini bilib, bu ishlardan qattiq seskandim. Tunji qitim zamonaviy insoniyat jamiyatidami yuqori tuvanlik farqining intayin kuchli bo'lganligini tunib yetib, yuqorqidek yuqori tuvanlik qurilmasining sababidan Ra'noni izlab berish ham uning bilan ko'rishish xiyollarim suslashishga boshladi. Nurg'u yillar o'tib ketgan tursa, uning ustiga Ra'noning dadisi intayin boy tursa, Ra'no urumchilik, men saroliq tursam, o meni allaqachon unutib ketganda, unutmagan taqdirdami mendek usti besh qalaymaqan bir sahrolikni ko'zga ilami degandek xiyollar kallamni chirmilib, ishonchimni yo'qotishga boshladi. Hayotliq nurg'unlagan kutilmaganliklarga to'yilgan. Ba'zida siz bo'lmaydi degan nurg'un ishlar bo'lib qoladi. Ba'zida bo'ladi deb o'ylagan nurg'un ishlar bo'lmay qoladi. Mana hashpash degicha Urumchi kelganimgami 2 oy bo'lay deb qopti. Bu jarayonda men zavodga terishib ishildim. Ishda chivarlikim ham boshqalardan farqli bo'lgan aqliy qobiliyatim bilan boshqalarning diqqatini tortib, boshliqlarimning diqqatiga qaratib, setish bilimiga, yana do'konga yo'tkilib chiqib, mol setish, hisobot qatorliq ishlarga yordamlashdim. To'g'ri deyman. Shu kunlarning birida o'zim o'ylabmi boqmagan bir hayajonli ish yuz berdi. Bir kuni do'konda ombordan yangi chiqqan mollarni ratlayapsam, keynimdan "Ustam, akam qayerga ketdi?" degan intayin tonish bir ovoz anglandi. Ah xudo, rostli shumidi? Ovoz o'zgargan bilan yenikligi, yumshoqligi, talaffuz faqat o'zgarmagan edi. Uning ustiga aka deganni bizning xo'jayinimiz, ya'ni Ra'noning tog'isi bo'ladi. Keynimga o'rilishga jur'at qilolmadim. Bu aptim bilan uningga qanday qarayman? U emas bo'lsa-ku ta'lim. Agar rostli shu bo'lib qolsa, qanday qilaman? Uning ustiga u meni ustam dedi. Men uning ko'ziga shuncha cho'ng ko'ringan tursam, "Sizdan so'rayapman, akamni ko'rdingizmi?" O yana bir qitim so'radi. Keynimga o'rilishga majbur bo'ldim. Men o'rildim. Ko'zlarimga ishonmay, dong qetib turib qoldim. "Ra'no?"
oldimda mening qalbimdagi Sima yana Ra'no turadi. Uning bo'ylari egizlagan, rangi texim suzilgan bo'lsa-mu, yuzlaridagi quyuq sapkun texchi yo'qmagan edi. Xuddi bola vaqtlaridek umoq ham tatli ko'zlari chaqnab turadi. Ra'noga yana qarab turg'idek, gap qilg'idek madarim qilmadi. Shu topda putlarim bo'shishib, elli yiqilib ketadigandak g'al-g'al titirmakda edim. Erpan, bu rostila senmi ya? Dedi Ra'no ko'zlariga ishonmaganda qilib, man qarab, hayronlikdan birdam turib etgandan keyin. Men xijil bo'lganimdan yerga qarab oldim. Shu topda yuzlarim o't olganda qizirib ketayotdi. Men bir tarafdan xijil bo'lsam, yana bir tarafdan Ra'noning meni to'nola olganligidan, unutib qolmaganligidan ichimdan xo'shal bo'lmoq dedim. Mutallibga hozir kirman deb chiqib ketgan, o'ltirib birdam saqlab turamsiz? Dedi Odil ismli mendan 2 yosh o'pcho'ris cho'ng keldigan bir odishim Ra'no ikkimizning oramizdagi sukutni buzib. Ikkingizga tanishamsizlar? Albatta, Erpan degan mening boshlang'ichdagi saboqdishim bo'ladi. Dedi Ra'no do'konning o'ttirga qo'yilgan o'rindiqqa kelib o'ltirgach. Sen bu yoqqa kelib o'ltira, Erpan. Men Ra'noning taklif qilishi bilan uning yeniga kelib o'ltirdim. Shu kuni Ra'no ikkimiz bo'lib o'tgan ishlarni deyishib, xeyli uzun paranglashdik. Ra'no bu yil o'zining to'liq o'ttir maktabda o'qiyotganligini, yiliga qitim berib kelgan peti yurtga qaytib borolmaganligini, mening shu qitim ko'rishga kirmaganimdan ko'ngli intayin yerim bo'lganligini, o'zining men unutib qolmaganligini, aslab turganligini, yurtga berishiga ota-onasining qo'shilmaganligini aytib berdi. Men uningga bo'lgan seg'inishlarimni birma-bir bayon qildim. Bu hozirmi esingda bormi? Dedim men yiliq kichik mashinani qo'limga elib. Albatta, rahmat sana. Ra'no mashinani ko'rib, qo'liga elib ko'zlariga yosh oldi. Texajib yang turibdi va. O kuni ta'limimizga mutallibkammi kirmadi. Ra'no men bilan o'tgan ishlar to'g'riliq toza mungdashgandan keyin ondan qaytib ketdi. Ko'nglim shu qadar yenik, shu qadar ozoda. Men hech qachon o'zimni bundoq yenik his qilib boqmagan edim. Bo'lgan ishlarning tushum yoki umum ekanligiga ishongim kelmay, yuzlarimni chimdib boqdim. Dunyoda mendimi baxtli inson bormidi deb o'z-o'zimga pichirlaydim. Murodimga yetkazgan yaratquchiga ming shukrlar o'qiydim. Ba'zilar menga jamiyatdagi yuqur tuvallikni his qildirgan bo'lsa, Ra'no menga haqiqiy muhabbatning huquq chegarasi bo'lmaydiganligini his qildirdi. Shuningdan keyin Ra'no davomli meni izlab keldigan bo'ldi. Men bir telefon setib oldim. Hamda nega bosam, nima ish qilsam, uningga uchur yozib, telefon qilib deydigan, har kuni maktabning oldida uni saqlab turib billa uyga olib qo'ydigan bo'ldim. Ish qilib ikkimiz bir-birimizga shundoq amroq bo'lib ketdikki, ko'rishganda zodla ayrilg'imiz kelmay, mungdashadigan, ko'rishgan sir ko'rishkimiz keldigan bo'lib ketdik. Hayotlikdagi baxtga erishmak shu qadar tas ekanki, har bir qadamda har xil to'salg'ular tayyor turdi ekan. Har qanday bir xo'shallikning keyinda bir qayg'u yoshiringan bo'ldi ekan. Xuddi ko'z tekkandekla Ra'no ikkimizning xo'shal chog'larimiz uzoqqa bormadi. Uning ota-onasi ikkimizning bak yaqin o'tayotganligimizdan xabar tepib, faqatla ko'zga sig'madi. Sen zodi kim o? Kimning balasisan? Etizlikdan akilib, yaxshi kun ko'rsin, yaxshi yoshsin deb beshingni selsam, sen mening qizimga ko'z tashlag'dek bo'ldingmi texi? Dedi bir kuni Ra'noning dadasi meni oldiga chaqirdi.
aslingni unutib qolma. Seni akaga ekanman, yana kelgan yering opirtalayman. Uning gap so'zlari yuragimga nashtar bo'lib sanjilib, yana bir qitim o'z o'rnimni esimga soldi. Ra'noning ota-onasi bu ishlarni dadam bilan opamg'imi deb menga nasihat qilishni, bo'lmas meni qaytarilganligini aytib xafa bo'ldi. Buni men onam menga telefon qilib, "Balam, 5 qo'l tang emas. Biz ular bilan tang bo'lamaymiz. Sen texi kichik. Eng yaxshisi u qizdan neraroq turg'in. Eski yo'q mollamning qo'liga teyish debdikan. Keyin yurtdan kimning qizini desang shuni olib berman. Uningdan voz kechgin" deb bir muncha nasihat qilgandan keyin ondan bildim. Shuningdan keyin Ra'no ikkimizning uchrashmaqimiz bek tasga to'xtaydigan bo'lib qoldi. Ra'noni maktabga dadisi yoki akisi mashina bilan opirib akildigan bo'ldi. Ra'noning telefonini elib oldi. Lekin biz yana bir-birimizdan voz kechmadik. Ra'no fursat topsala ommaviy telefonlardan, uyda odam yo'q chog'larda uyning telefonidan telefon qilib turdi. Haftada 1-2 qatim deyishib olib, o'g'irliqcha ko'rishib turdi. Gerçi ko'rishadigan vaqtimiz intayin qisqa bo'lsa-mu, uni xohlagan chog'da ko'ralmasammi, men yanala o'zimni baxtli hisoblaydim. Chunki Ra'noning qalbida men bor, mening qalbimda Ra'no bor. Ikkimizning orliqimiz yiroq bo'lsa-mu, qalbimiz yanil tutash. Hayot bir mushkul safardir. Uningda sen o'ylabmi boqmagan jafo mushaqqatlar, egiz tog' davollar, qor shivirg'onlar seni kutib turadi. Balo qazo ko'rinib kelmas, putqolni sangiltib degandek, men o'rimchi kelgini 2 yil bo'lay deb qolgan chog'lari men uchun yengish intayin qiyin bo'lgan bir mushkulat, yana bir tanlashga duch keldi. Bir kuni Ra'no menga telefon qilib, "Kechda ko'rishaylik, deydigan muhim gapim bor" dedi. Uning ovozidan bir xil ansizlik, g'amkinlik chiqib turadi. Men ma'qul bo'lgandan keyin ko'rishadigan o'rinni deyishib, telefonni qo'yib etdim. Lekin faqat xotirjam bo'lolmadim. Har qitim Ra'no bilan ko'rishning oldidagidek xo'shal bo'lolmadim. Bir xil ansizlik qalbimni chirmab olib, balduroq kechkirishni saqladim. "Biz endi ko'rishamaydigan o'xshaymiz, Erpan" dedi Ra'no meni ko'ribla isa deb yig'ilgancha. "Nemishqa? Zodi nemish bo'ldi, men esangchu?" Men Ra'noga qaradim. "Ular mening to'yimni qilmoqchi" Ra'no endi o'zini tutolamay o'ngrab yig'lab etdi. "Endi meni maktabga avatmaydi ekan" "Kim bilan? Nim deydigansan Ra'no?" Men Ra'noning so'zlarining yolg'on bo'lishini umid qilatdim. Lekin uning bu holatiga qarab, uning gaplarining rostligini jazmlashtirolmay turatdim. Ra'no menga o'zining Turkiyada bir tog'isi borligini, uning Ra'nodan 10 yoshdan cho'ng bir o'g'li borligini, ularning bu qitim bu yerga kelib, Ra'noning ota-onasi bilan Ra'no bilan Navra akisining to'yini qilib qo'yish to'g'riliq maslahatlashganligi, Ra'noning ota-onasining qo'shilganligini, pat yaqinda ularning to'yini qilib Ra'noni elib Turkiyaga chiqib ketadiganligini yig'lab turib so'zlab berdi. "Meni elib ketgin Erpan, biz yiroqlarga ketaylik. Ular topolmaydigan yerlarga ketaylik" Ra'no shundoq degancha men qarab o'zini otdi. Men uning chochlarini siladim. Shu topda nima deyishni, nima qilishni faqatli bilmaydim. Qalbim qattiq isilayotdi. Ra'noga qo'shilib, ko'zlarimdan issiq yoshlar sirg'ib tushmoqda edi. Men udaroq o'yinni baqay Ra'no, dedim men. Biz bir hazo yig'izora qilishgandan keyin Ra'noga qarab,
uydagilarga maslahat elib boqay. Bo'lmasa, bizning uydagilar kelib, sizlarning uyga kirib boqsin. Ota-onangmisin unchalar yiroq yerga avatishga bag'ir chidamas. Sen dadamning mijasini bilmaysan. Dadam degan gapidan hargiz yonmaydigan odam Irfon. Dedi Ra'no mishildig'icha. Yaxshisi, biz bu yerdan ketaylik. Hech kim topolmaydigan yiroq joylarga ketaylik. Biroq men gapimning oxirini yutib etdim. Ma'qul desang-chi, Irfon. Ra'no menga qarab yig'ladi. Ma'qul. Men ertaga obdaroq o'ylanib boqay. Sen tayyorlik qilg'ash turg'in, ha? Ra'no ketdi. Men turgan joyimda beshimni changallig'imcha o'ltirib qoldim. Zoda qanday qilish kerak? Ra'noning deganlari to'g'ri. Uning dadisi mendek birga hargizmi qizini tutqizib qo'ymaydi. Men shularni o'ylagandan keyin Ra'noning dadisining heliq qo'rqinchli holatini ko'z oldimga keltirdim. Ham uning bilan so'zlash niyatimdan yaltaydim. Qechish kerak. To'g'ri. Qechish kerak. Dedim men o'z-o'zimga. Biroq ko'z oldimga mehribon ota-onamni keltirdim. Men qo'ysam, ular qanday qildi? Ra'noning ota-onasi ularni bosh qo'yitami? Onam bilan dadam meni bir japoda beqib cho'nqisa, men ularga bunday qilsam, zot qanday qildim? Ularning zot nima gunohi bor? Shularni o'ylagandan keyin bu niyatimni yaltaydim. Orqadilla Ra'noning boshqa biri bilan to'y qilgandiki, miskin qiyofati ko'z oldimda paydo bo'ldi. Qari savdo. 4-qism. Ra'noning qo'llarini boshqa bir tutsa, men emas, boshqa bir uning umrlik hamroyi bo'lsa, men bunga qanday chidayman? Bu men o'lim bilan barobar emasmi? Uningdan o'lganim yaxshi. Birdilla ko'z oldim qorong'ulashdi. Ra'nosiz hayotimning qanday davom qildiganligini tasavvur qilolmadim. Zoda qanday qilish kerak? Nervalarim qattiq ching qoldi. Beshim etilib ketgudek og'rishqa boshladi. Qandaqli bo'lsin, uydagilarga bir maslahat silishib beqishim kerak-ku. Shu maqsadda uyga telefon qildim. Telefonni onam oldi. Onamning ovozini anglab, o'zimni zodil tuta olmadim. Canım balam, nima bo'lding? Seni birarsi bo'zaq qilgan o'xshamamdi. Birarsi bilan urushib qoldingmi ya? Onam mening yig'i aralash ovozimni anglab, ansirashga boshladi. Ona, Ra'noning to'yi bo'ldi-ku, men zot qanday qilay? Faqat o'zimni tutolmayapman, ana. Men onamga yuragimga patmayotgan dardlarimni biroqla to'kib bermoqchi bo'lib, ho'ngrab yig'lashga boshladim. Canım balam, o'zingni tutib olgin. Men seni obdan tushunaman. Bu hamon bo'ladigan ish. Biz ularning xili emasmiz. Sen de kichik. Bu kunlarni o'tib ketdi balam. Onam menga tasalli berishga boshladi. Onamning so'zlaridan Ra'no ikkimizning ishining mumkin bo'lmaydiganligini tushunib yetgandek bo'ldim. Men Ra'nosiz yashayolmaydim. U mening hayotim desammi, hargiz xatolashmaydim. Bir kun kecha o'ylanish orqali oxiri Ra'noning deganiga qo'shilish qaroriga keldim.
Әтісі дүkkanға келіпла mutallibkamdan bir necha oyning yog'i ololmagan moshimni uydagilarga pul lozimka selib bermasam bo'lmaydi deb bir muncha yolvorib oldim. Endi hamma ish Ra'noning menga telefon qilishiga qarashliq bo'lib qoldi. Ra'no kechga yaqin telefon qilib to'yning bir necha kunga qolmay bo'lganligini, atil mangmisoq ulgurolmaydiganligimizni aytdi. Men Ra'noga atigish tayyorlik qilishni, o'zimning butun kuchim bilan biletning amalini qildiganligimni aytib, ko'rishadigan o'rinni deyishib olgandan keyin telefonni qo'yib etdim. Hozirab o'midab yurib, poyez stansiyasiga berib, ming taslikda ats atigan Lanjo'ga mangdigan poyezning o'rinsiz beltidan ikkini setib olib, atining balduroq kelishini saqildim. Yurkimning bir yerlari insiz so'qmoq dedi. Kallamda tuman ming xiyol hukm surib atdi. Atsi Ra'no bilan deyishgan vaqtda uchrashib, vokzalga qarab mangdiq. Men insizlik bilan atrofimga qaraydim. Shu topda menga Ra'noning uydagilar yelili paydo bo'lib, bizni tutib oldigandek tuyulib ketyotdi. Ra'no xuddi menga o'xshashla xotirjamsizlanayotdi. Ta'limimizga keynimizdan hech kim qo'g'lab kelmadi. Biz poyezga chiqib, Lanjo'ga qarab yurib ketdik. Xayri xo'sh ana yurtim. Xayri xo'sh ota-onam, urug' tuqqan do'st yoranlarim. Aman qilinglar. Mendek vafosiz shaxsiyat farzandinglarni kechiringlar. O'zimga shundoq deb pichirladim. Ko'zlarimdan issiq yoshlar mangzimni bo'ylab sirg'ib tushyotdi. Ra'no xuddi menga o'xshash kayfiyatda. Yurtiga, qarindoshlarga chidamagandek poyezning darizasidan bag'on sir keyinda qilayotgan Urumchiga g'amkin ko'zlarini tikmakda edi. Dunyoda musofirlikdanmi og'ir mushaqqat, musofirlikdanmi cho'ng g'ayriblik yo'qdir. Musofirlik hayotimizning eng sarson chog'laridir. Ra'no ikkimiz bir-birimizga yo'linib, o'ri turib, qistilib, boshqalarning oyoqlarida o'ltirib degandek ming bir jafoda Lanjo'ga yetib keldik. Men Ra'noning kichkidan jafo mushaqqat ko'may, nonning yumshiqini yeb cho'ng bo'lgan bir qizning yo'l azobiga chidab ko'rsatgan jasoratiga ham hayron bo'ldim, ham opirin o'qidim. Uning men uchun mushundoq jafolarga chidayotganligidan, Turkiyadagi bayoshat turmushdan voz kechib, men bilan musofir bo'lishga rozi bo'lganligidan suyundim. Ham ta'sirlandim. O'zimga buningdan keyin Ra'noning holidan yaxshi xabar elishga, uning ko'zidan bir temim yosh oqqizmaslikqa qayta va'da berdim. Bugun bir kun mushayda turib, ertagacha biletning yo'lini qilib olib, ondan boshqa bir shaharga mangayli dedim men poyezddan tushgandan keyin Ra'noga maslahat yo'sinda qarab. Ra'no mening fikrimga qo'shildi. Biz maslahat qilish orqali Lanjo'dan Udilli Beyjingga berishni qaror qildik. Beyjingga sahar soat 2 da mangdigan poyez beltidan 2ni setib oldik. Bu qitim ta'limimizga qattiq o'rin bo'lsim chiqib qoldi. Bir kecha vokzalda tunagandan keyin saharda Beyjingga qarab yo'lga chiqdik. Qattiq tamtiraydim. Jiddiylashatdim. Emdil o 7 yoshning qarsini olgan Ra'no ikkimizga bu musofirchilik haqiqatan tas kelyotdi. Yot shaharda qandoq qilib jon beqish, qandoq yashash degandek savollar meni qiynaydi. Ra'noni umidsizlantirib qo'yamanmi deb xijil bo'latdim. Uning oilasidagilarning keynimizdan qo'g'lab kelishidan ansiraydim.
pat-pat Ra'naning andish qoplab turgan chiroyiga qarab qo'yatdim. U meni xotirjam qilish uchun zo'rg'a kulimsiraydi. Mening ko'nglimni ko'tarish uchun harakat qiladi. Lekin men yana uning g'amkin chiroyidan ko'ngildagi ansizlikni sezib olaydim. Yo'l azobi, go'r azobi degandek ming bir mushaqqat bilan Oran deganda Beyjingga kelib oldik. Ra'na ikkimiz biz uchun butunlay notunish bo'lgan bu shaharda qanday qilishni, nega berishni, nima qilishni bilmay qattiq tingir qaytdik. Mehmonxonalarda yotayli desak, yotoqlarning qimmatligi. Tamoq yeyli desak, halol bilan haromning farqi bizni qiynayotdi. G'eribchilik, yetimchilik, amalsizlik Ra'na ikkimizga dard bo'layotdi. Lekin biz yana bularni bir-birimizga chandumay tasalli berishatdik, kuyunishatdik, mehr muhabbatni his qildiratdik. Yolg'iz emasligimizni yodimizga solatdik. Eg'ir kunlar bizning muhabbatimizni texmi chingitib tovlamoqda edi. Ra'na ikkimiz bir necha kunni chimliqlarda, bog'chilarda, bulun pushqoqlarda mushaqqat ichida o'tkazgandan keyin ta'limimizga bir yaxshi niyatli qarindishimizga uchrab qoldik. U bizga turadigan uy, yeydigan tomoq berdi. Yana oshxonasidan qildigan ishmi berdi. Ra'na ikkimiz u odamga haqiqiy ahvolni aytishdan qo'rqib, bir-birimizni ok-singil, ota-onamiz qatnash hodisida qazo qilg'ashqa jon boqolmay bu yerga kelib qoldik deb tushundirdik. Umi o'shqitish gap qilmay bizning so'zlarimizga ishondi. Yaxshi kunlarning keynida yomon kunlar marab turdi. Yetimning og'zi oshqa tegsa burni qanabdi degandek Ra'na ikkimizning bu yaxshi kunlarimizmi uzoqqa bormadi. Bir kuni xo'jayin meni chaqirib, qo'limga bir bo'loqni tutqizib, Tianjinga berishimni, vokzalning oldida biraylan chiqib, qo'limdagi narsani elib olganligini aytib, kira pulni qo'limga tutqizdi. Yo'q deyishga yuzim chidamadi. Ma'qul deydisam, Ra'nani yolg'iz qo'yg'im kelmadi. Billa elolay desam, xo'jayin, sen xotirjam bo'lgin. Singling bizga omonat. Uningga yaxshi qaraymiz. Deb unmadi. Amalsiz, ansirash, xotirjamsizlik ichida Tianjinga qarab yo'lga chiqdim. Tianjinga kelgandan keyin xo'jayinim degandek oldimga birisi chiqmadi. Bir kun vokzalning oldida o'tirib, uyan-buyan mengib yurib saqilsammi, qo'limdagi narsani oldigan odam kelmadi. Xo'jayinga telefon qilib, texi ololmadim. Ko'nglim bir ishni tuyg'andekla, tuyuqsiz kirgan bir andish ichimni siqishga boshladi. Beyjingga qarab yo'lga chiqdim. Ichimda Ra'naning omon bo'lishini Allohdan tilab, uni yolg'iz qo'yib kelganimga pushaymon qilishga boshladim. Tabiatda har xil, har turli gullar bor. Ular tabiatga husn qo'shish ham xushbaroq chechish uchun ko'klaydi, echildi. Yana tabiatdan hech narsa talab qilmay to'ziydi. Lekin oshgullarning orasidami zahri borlari, tikin borlari bor. Ular o'zining tabiiyligini oshkorlamaslik uchun tikanlarni yaproqlari bilan o'raydi. Zahrni husni bilan pardozlaydi. Gul bo'lsa, go'zal bo'lishi notayin. Ularni farq etish intayin muhim. Odamlarni xuddi shuningga o'xshaydi. Shuncha ko'p mehr muhabbatlik insonlarning ichida sirtini mehr muhabbat bilan o'rilib, qalbida hiyli mehr qaynab turadiganlarmi oz emas albatta. Shuning uchun ularning sizga qilgan muomalasiga ham tashqi qiyofatiga qarabla oldirab ishinib ketmang. U odamning siz o'ylagandek yaxshi bo'lib chiqishi notayin. Ansirash, bo'ruqtirmachilik ichida Beyjingga yetib kelib, jiddiylik bilan vokzaldan chiqib, taksi to'sishga kirishdim. Men bilan qerishgandek
hamma taksida odam bor bo'lib, faqat quruq taksi uchirmayotdi. Shu jiddiychilikda yurkim og'zimga qoplashib qelyotdi. Ta'limga ming bir jafoda odam tushayotgan bir taksiga yamishib yurib chiqib oldimda shopirga qarab, Chaoyang rayoniga olib qo'ysangiz, dedim. Chaoyang rayoni shuncha cho'ng tursa, qayerga borsiz? Eni qo'rni demamsiz? Shopir man qarab gülaydi. Men ming taslikda bizning oshxonaga yaqin yerdagi bir 5 yulduzlik mehmonxonaning ismini esimga oldim. Bir hazo jiddiychilik yo'llardagi to'silishlardan keyin Aran deganda yetib keldim. Yosin aldirab saldirab oshxonaga kirib ketayotganimni ko'rgan kavobchi bola Mardan meni chaqirdi. Yosin mening bu yerga kelgandan keyin qo'llangan yolg'on ismim edi. Nima? Dedim men aloqsadlik bilan uning yoniga berib, chiroyiga qarabla bir peshkanlikni sezgandek bo'lib. Eng yaxshi ishchi kirmagan. Nemishqa? Men texim jiddiylashga boshladim. Desam bo'lmaydi. Sen berib singlingiz degin. Dedi Mardan oshxon tarafga bir qarab etgandan keyin. Singlimga nima ish bo'ldi? U zodi nada? Men Mardanning yoqsiga esildim. Qo'yvat! Dedi Mardan meni qattiq silkib. Men hech nimani bilmayman qara. Men faqat ularning singlingni qechib ketdi deganligini angladim. Nima ish bo'lganligini men rostla uqmayman. Mardanni qo'yvatdim-da, bar kuchim bilan oshxonaga qarab yugurdim. Shu topda ko'zim hech nimani ko'rmayotdi. Faqat Ra'noning yig'layotgan holati ko'z oldimga kelib, g'azabimni o'riltib beryotdi. Singlimni nima qilding ayta? Men varqirg'inimcha Pukayda baxaraman o'ltirgan xo'jayinning yoqsiga esildim. Qo'yay haramliq. O meni qattiq silkidi. Yetimchika deb ashbasam, yoqamga eslatamsa, o jalobning na'rligini men bilma. İzzetini qilganini bilmaydigan jalobga o. Xo'jayinning og'zidan chiqayotgan gaplarni anglab, zodil chidayolmadim-da, barliq kuchimni yig'ib uningga etildim. Qayerdan kelganligini uqolmayli qoldim. Shundoq etilishim bilan tayoq to'qmoqlar ustimga yomg'irdak yig'ishqa boshladi. Reallik intayin rahimsiz. Ba'zida sen o'zingni cho'mildimi ojiz his qilsan. Ba'zi ishlarga qarshilik qilishga amalsiz qolsan. Kuchliklar ojizlarga yem bo'ladigan tabiat qonuniyatini ana shu chaqda cho'nqur tushunib yetalaysan. Qari savdo 5-qism. Ular meni urib, yerim jon qilib qo'ygandan keyin sirtga elib chiqib tashlavatdi. O'zimni shunchalik g'ayri his qildimki, ota-onam shu Allah ko'z oldimga keldi. Onamning mehribon simosi, chochlarimni siylashlari, balam nima bo'lding deb ko'zlarimdan oqqan yoshlarimni surtishlari xiyol ekranimdan bir-birlab o'tib, bag'rimni ezishga boshladi. Ah ana, dada, sizlar nima kunlarni ko'rayotgansizlar? Men sizlarga yuz kelolmayman. Men nima degan shaxsiyatchi? Mendek eski balonlarni kechiralasizlarmi? İçimde ularning g'oyivani simasiga qarab shundoq dedim. Orqadilla Ra'noning bechora qiyofati ko'z oldimga kelib, uni bu yerga elib kelganimga qattiq pushaymon qilishga boshladim. O'zimni ayibladim, tilladim. Ra'non nemishqin bu yerga kelgandimi? Men nima degan shaxsiyatchi? Men ashundoq qilmagan bo'lsam, u baxtlik boyashat turmush kechirib bo'g'iydi. Bu arziyatlarni tatmas bo'g'iydi. Bechor Ra'no nalada nima ishlarni qilayotgandi?
Shu xiyollarni qilgandan keyin yonfonimni esimga oldim. Rena nimishqa menga telefon qilmaydigandi? Ommaviy telefon topamayotgandim ya. Shularni xiyol qilgandan keyin Renaga telefon elib bermaganimga pushaymon qilishga boshladim. Tun allaqachon yerimlashib o'tgan edi. Men barliq kuch-quvvatimni yig'ib, o'milab degidek qopib, dildangishib mengishga boshladim. Bir necha qadam mangmayla, yana güppidi qilib yiqilib, beshim qattiq chinqilib, ko'tarishga amalsiz qoldim. Shu yotqancha tong yo'rig'anda ko'zimni ochdim. Butun badanim chinqilib ketgandek og'riyotdi. O'rnimdan turishga mag'durim yetmayotdi. Shundaqdimi, birdam hapilashgandan keyin o'rnimdan turib, asta-asta mengishga boshladim. Yaxshilar egisiga omonatdir. Ular yaratganning har xil sinoqlarida sinildi. Tovlindi. Ular reallikda nurg'un qismatlarni boshdan kechirdi. Niyat yomonlarning tozoqlariga duch kelib, zaxmiga uchraydi. Lekin oqibat yaratgan yana ularni yomonlarning yo'qda o'tishidan saqlaydi. Bir oz mangandan keyin yonfunim sayirdi. Birdilla umidlanib yonfunni oldim. Voy. Rena aşı bir ig'iz gapni oralla dedi. O'zini tuta olmay yig'labla ketdi. Jinim Rena, nimishqa yig'laysan, zar nimish bo'ldi? Menga nimishqa telefon qilmasa, senda qanchalik ansirganimni bilsang edim. Dedim men hayajon ichida yig'i aralash. Sen hozir nada? Men eshitsangchi? Rena hech nima demaydi. Telefonda uning yig'ilgan ovozi anglanadi. Ming taslikda uningdan so'rab, u turgan o'rinni uqqandan keyin shu joyga qarab mangdim. Men kelgan chaqda Renaning endi telefon urg'idakmi pul yo'q bo'lganligi uchun ommaviy telefonxonada mening kelishimni saqlab o'ltirgan ekan. Men telefon haqqi topshirib o'tgandan keyin Renani elib chiqib ketdim. Texsin Şinjan'a ketga o'xshaydi debdimi? Sana zat neymiş oldu Rena? Bu zat neymi iş? Dedim men Rena'nın qo'ldan ching tutqancha. Hech ish. Senden hoş bo'lay Irfan. Endi mendan bu ishni so'ramag'in. Dedi Rena ve mening yuz ko'zlarimga qaragandan keyin qattiq cho'chib ketdi. Sana nima bo'ldi? Nima ishlar bu endi? Hiç bo'lmadi. Dedim men qizarganimcha. Hozirgi masala senda. Sana zat neymiş oldu? Bana aytib bersamchi. Meni yaxshi ko'rsam, endi mendan bu ishni so'rama. Rena shundoq debla yig'lab ketdi. Menmi uningdan qayt so'rab, ko'ngilni yerim qilishni xohlamadim. Hammasi mening sababim. Endi seni hergiz yolg'iz qo'ymayman. Yeningdan birdan ayrilmayman. Ko'zingdan bir tomchim yosh oqqizmayman. Agar va'damda turolmasam, Alloh meni. Gapimning oxir tugmasdilla Rena og'zimni etib oldi. Bo'ldi. Menga mush gaping o'zi kifoya. Og'zingni eshitmagan. Biz to'y qilayli. Dedim men Renaga aqlimni topgandek qarab. Shundoq qilsak, seni buningdan keyin hech kim bo'zaq qilolmaydi. So'ra. Renaning chiroyi qizirib, yig'idan to'xtadi. Men burun biraylandin Sujuni Qashtish shahri Uyg'urlarning oshxonalari bakchiq, u yerdagilarning hammasi yaxshi odamlar, buzuq odamlar oz deb anglagan edim. Şoň Renaga sujuğu beriş toğırlıq məsləhət saldım. Omu fikrimge qoşuldu. Şinjandan əkəgən pullarımız
az qelyotdi. Rana qo'lda ko'tarib olgan kichik bir bog'chadan boshqa yuk taqlarimizning hammasi heliq oshxonada qolgan edi. Men berib akilay desam, Rana qat'iy qo'shilmadi. Shuning bilan yonfunni setib, yuk taqlarimizni olmayla poyez bilan Sujuq qarab yurib ketdik. Bir yot shahardan yana bir yot shaharga qarab ketayotdik. Balkim xato qilgandimmi? Aslida Rananing gapiga qo'shilmasligim, uni bu yerga akelmasligim, har ikkimizning ota-onasini qaqshatmasligim kerak bo'lg'iydi. Men shularni o'ylagandan keyin birdilla o'zimni gunohkordek his qilishga boshladim. Biroq qadirmash xayollar bilan Sujuqqa qandoq yetib kelganimni bilmay qoptiman. Ba'zilar biror dard alamga yoki qiyinchilik uchirsa, g'am yeb ketdim deydi ekan. Mening o'yimcha bu so'z bakmi xato ekan. Chunki odamni g'am emas, g'am odamni yeydi ekan emasmi? Sujuqqa kelgandan keyin Udul Qashtish bozoriga bordik. Sujuqda haftada bir kun Qashtish bozor bo'ldigan bo'lib, ta'limimizga biz dal osh kunda Sujuqqa yetib keldik. Bu bozorda haqiqatan men anglagandek Qashtish tijorati bilan shug'ullangan Xotan, Qashqar qatorliq joylardan kelgan Uyg'urlar ko'p bo'lib, Uyg'urlar ochgan oshxonalarmi, harva haydab yurib, polo, kavob satadigan Uyg'urlarmi xeli bor ekan. Rana ikkimiz bu bozorni bir ikki aylanib chiqib, xuddi Urumchi kelib qolgandek hissiyotga kelib qoldik. Yurtdoshlarimiz bilan paranglashdik. Bu jarayonda men ikki kavobchi bola bilan tanishib qilib, ular bilan birdamdil chiqishib, yaqin og'inlardek bo'lib ketdik. Chiroydan soddiliq chiqib turadigan 21-22 yoshlar chammasidagi bu ikki yigit Xotanning Qoraqoshdan kelgan bo'lib, birining ismi Muhammad Qosim, yana birining ismi Juma Qori ekan. Bu yerga kelganiga 2-3 yildan oshgan bo'lib, Sujuqdagi bir kashlik bozorda kavobchilik qiladi ekan. Ular haftada bir kun bo'ldigan bu bozorni qo'ldan bermaydi ekan. Ish o'qdi yomon emasli qamlashib qopti. Sujuqda Beijingdagidek sarson bo'lmay turibla, yaxshi niyatlik bu ikki bolaning g'amxo'rligiga erishdi. Ular meni kichik ko'may o'zlariga birodar qilib oldi. Yana bizga turadigan uy tepib berib, ish o'qitiga sherik qilib oldi. Men ulardan intayin minnatdor edim. Ularga ishnatdim. Şoň ulardan kechirmishlarimni yo'shimay, hammani qo'ymay aytib berdim. Ular Rana ikkimizning sarguzashtlarini anglagandan keyin ikkimizga texmi hesdoshlik keldi. Bollamdan birini taklif qilib nikoyinglarni o'qitib o'tayli, dedi Muhammad Qosim degan bola bizga yo'l ko'rsatib. Aman qaytib chiqibsizlar, endi bundoq yurayversanglarmi bo'lmas. Bizmi shundoq qilayli degan. Biroq ota-onalarimizni o'ylab qoldik, dedim men sal ishkilangandek bo'lib. Men Rananing ota-onasining bizni kechirishini, to'y qilishimizga qo'shilishini umid qilatdim. Agar ular qo'shildiganlar bo'lsa, men Ranani yana 10 yil saqlashga rozi edim. Endi ularni o'ylaganlarning foydasi yo'q. Qildiganni qilib bo'psizlar, qechibmi kelibsizlar, dedi Juma qorimi Muhammad Qosimning fikrini qo'llab. Shundaqdimi ularning bir fikrini elib boqmasak bo'lmas? Dedim men sal andish qilib. Avval ular bilan aloqa qilib boqayli. Kelgandan yoqi Ranami, menmi uydagilar bilan aloqam qilib boqmadik. Ular nima o'ylaydi, shuni bir bilib boqayli. Ular qarshi tursa, ondan qilsaqmi kechikmaymiz bu? Bundaq qilsang o'zing ish tepa olasanmiki, adash? Dedi Muhammad Qosim mening fikrimga norozi bo'lib. Seningcha Rananing ota-onasi
seni boş qo'yitami? Shundoq Erpan o'zingga ish tepib olmag'in. Dedi bayotimning yoqi sukutib turgan Ra'nomi gap qistirib. Men dadamni yaxshi tushunaman. Uning bizni qo'llashi mumkin emas. Unda qo'sa, men uydagilar bilan aloqalashib boqay. Nemish bo'lgan bo'lsa, bizning uydagilarning chuqum xabari bo'ldi. Dedim men aqlimni topgandek bo'lib. Menmo ota-onamni yaxshi tushunaman. Ular hargiz menga yomon bo'ldigan ishni qilmaydi. Avval ulardan bir ahvol bilib boqayli. Mening bu fikrimni hammalarning qo'llashiga erishdi. Aytsa, men bozordan Guangzhouning tavallikidagi axlat kartidan birini setib oldim. Nemil degan bilan ehtiyot qilmasak bo'lmaydi-da. Eng yaxshisi ularning bizning o'rnimizni bilmagani yaxshi. Ona bag'ri farzand uchun osmondanmi kangri, mehr muhabbati dengizdanmi cho'nqur. Ularning qini farzand uchun oqidi, yurak farzand uchun so'qidi. Farzandi uning oldida har qancha og'ir gunoh o'tkazsa-mu, bola emasmi degan bir og'iz gap bilan hammani untiydi. Kechirdi, yana shu gunohkor farzand uchun g'am yeydi. Uydagilarga telefon qilish menga osonga tushmadi. Chunki men o'zimni ularning oldida gunohkor hisoblaydim. Ularning yuz obro'yini yer bilan yakson qilgan mendek bir vafosiz farzandning endi ularni dada, ona deydigan, ularning yuziga qaraydigan huquqi bormi? Qarindoshlarimga qaragudek yuz bormi? Uyan o'ylab, buyan o'ylab, ming taslikda bir jur'atga kelib, telefonni qo'limga oldim. Assalomu alaykum. Bu onamning ovozi edi. Uning ovozini anglab, o'zimni tutolmay, öksüp yig'lashga boshladim. Erpan, balam bu senmi? Anam tiniqlarimdan sezgandekla meni tunib oldi. Jenim balam, gap qilsangchi. Men yana hech nim deyolmadim. Faqat ichimdan etilib chiqayotgan yig'i ovozini titirtib, meni to'xtamay yig'lashga undaydi. Onamga ichimdagi barliq dardimni, azobimni biroqla to'kiyotgim keladi. Balam, sen sog' salomatmi? Gap qilsangchi. Sen Erpan, men bilma. Sen Erpan shu, shundaqmi? Onammi menga egishib yig'lashga boshladi. Senden pek ensirdim jenim balam. Bizni o'lsin dedingmi? Bu dunyoda yaşamasın dedingmi? Gap qilsangchi balam. Jenim ana, meni kechiringlar. Mendek shaxsiy balongan kechiringlar. Men sizlarga yuz kelolmayman. Undaq dema balam. Sen texin kichik. Seni nemishqa kechirmagidayman. Sen degan mening balam tursan. Anam mendek esa deb yig'laydi. Anam menga biz qochib ketgandan keyin Ra'noning dadasining soqchilarni boshlab kelib, butun urug' tuqqanlarning uyini qo'ymay oqtirib chiqqanligini, dadam bilan onamni qattiq haqoratlaganligini, dadamning bu alamlarga chidamay og'rib yetib qolganligini, ham ochiqida mening Erpan deydigan balam yo'q. Men ota bolalikdan kechdim. Qaytib kelgan bo'lsa, put qo'lni chiqib tashlaytma. Buningdagi undoq balani tonimayman deb aytganligini aytib berdi.